Strike. Sizlar ham yoshliklaringizda shunaqa o'yinlarni maza qilib davrlarni o'tkazganmisizlar. Sizlar uchun 120 kvadratlik 4 xonali kvartirani obzorini qilamiz. Qani ketdik. Lokatsiyamizni ko'rgan bo'lsangiz, lokatsiyamiz shaharning top lokatsiyasi desam adashmagan bo'laman. Gorgaz Ostanovka, eski Sum Zol magazin desa hamma biladi. Bu yoqda turgan joyimiz zal qismimiz ham 7 ga 3,5 chiqadi. Panorama o'ynaylik. Endi keling obzorini davom qilamiz. Hozir mana shu yoqda men strike qildim, ko'rgan bo'lsangizlar. Mana bu yoqda bizning prinsipalimiz, detskiy xona qilsangiz ham bo'ladi, или родительский. O'zini открыт balkoni bilan. Keling bitta balkonni ham ko'raylik siz bilan. Arbon bo'lib qolmasin. Balkonimiz ham 3 ga 1 metr bemalol chiqadi. Butun shaharni ko'rki mana shu yoqdan ko'rinadi. Mana bu yoqda esa Zol magazin joylashgan. Uyimizni panorama oynalari bilan juda yaxshi ta'mirlangan, gazoblokdan pergorodka olingan. Uyimizni o'zi g'ishtdan ko'tarilgan. Mana bunaqa devorlar hamma joyi g'isht. Bu yoqdan podyezddan kirish kodimiz, mana bu yoqda yana ikkinchi spalnimiz bo'lyapti. 3-xonamiz uyimizdagi 3-xona. Bu yoqni ham detskiy qilib bemalol o'zingizga ta'mirlab olsangiz bo'ladi. Undan keyin ko'radigan joyimiz, uyimiz ikki tomonlama proyektga ega. Mana bu yoqda bizning oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz ham bemalol kuxni nabor qilib o'tirib choy ichadigan zona yaratsa bo'ladi. Panorama o'ynali e'tibor bergan bo'lsangiz, patologlarimiz visokopatologiya. Ikki tomonlama proyekt, razdelniy sanuzellar bilan mana bu yoqda esa родительский spalnimiz bo'lyapti. Spalnimiz ham ancha kichkina, shpaklovkalardan chiqarilgan. Dokument kadastrda 122 kvadrat, narxini esa $500 dan so'rayaptilar 1 kvadrat metrga. 61,600 dollar atrofida bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdan nomer qoldiraman, tez aloqaga chiqing. Bunaqa kvartira faqatgina Megapolisda like bosib, kommentariy yozishdan chiqmasin.